Bu yerda ramni metallardan tayyorlab oldik. Ramni metalini solganda dedi ya yarısına ya so'q solish mumkin emas. 1 santimetr zilzila bilan qo'yiladi o'rtalikda hamma joyini. Şimdi hemen ramlarımız sifati bir xil ishlanadi. Ya so'q metal boshqa ne ishlanmaydi bizda. Biz texnologiyaning o'zi kitobda qaysida yozilgan bo'lsa, men o'zimdan ishlab chiqarish shunday bir xil. Hamda qolgan qusoq metallar yaraqsiz metalimiz o'tiladi buni. Hozir xudo xohlasa endi ben samorezni to'g'ri urish haqida ko'rsatib boramiz. Ramga qaysinday samarez urish kerak, necha etish kerak haqida ko'rsatib boramiz bu narsani. Biz samarezimiz ham şimdi samarezlerden faydalanish kerak. Bu gipsakardonun samarezi emas. Zenglamaydi. Şimdi samarezlerden uriladi. Hazırlardan urib taxlab aralık masafasi boshqasi tushuntirib boramiz. Ramlarni, samarezlarni urib taxlab oldik. Bir de kitabında shunday yozilgan. Pishiradigan joyini chekkasidan 6,5 santim qaçib urish kerakdan samarez bunda. Kitabında shunday yozilgan. Aralığı 20-30 santim bo'lishi kerak. Bu bir ramga 3 tane samarez urildi degan emas bu. Bu mumkin emas buni ram yig'ish. 20-30 santim aralık urilganda ram o'zini gavdasini mustahkam tutib beradi. Bu yerde 3 tane samarez urilgan ramlarni men buzib ko'rdim, uju deformatsiya qiyshayib ketgan ramlar buklanib. Holatda uriladi. Demirini eğer açganda görgende yine hammasini detal shunday bo'lishi kerak. İçinde ben de paykege tayyorlashdan oldin bunun içinde qolgan musullarni şurada tozalash kerak edi. Kısa videolar koyup barışa aynanı to'g'ri ish haqida ma'lumotlar berib boramiz xudo xolasa.